Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan yozuvchi Asqat Muxtorning Buxoroning jin ko'chalari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitobda asar voqealari 20-asrning boshida bo'lib o'tadi. Lekin muallifni ko'proq o'sha davrning hozirgi zamon muammolariga ham ohang masalalari qiziqtiradi. Bu muammolar asosan yoshlar tarbiyasiga aloqador bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy qiyinchiliklar, iymon, e'tiqod, katta maqsadlar yo'lida shaxsiy manfaatlardan kecha bilish, shaxs ma'naviyati, el yurt mehri, vatan ozodligi, adolatsizlikka qarshi kurash kabilardir. Asarni o'qir ekansiz, otasining vafoti tufayli o'z istamagan holda katta boylikka ega bo'lgan Fayzullaning ruhiy kechirmalariga duch kelasiz. Tinimsiz o'zligini eslaganiga, hayotdagi maqsadini aniqlash yo'lida chekkan azob uqubatlariga guvoh bo'lasiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.